Assalomu alaykum Uyg'ur choyxonasiniki aziz ko'rurmanlari. Bugungi naq maydon suhbat programmamizning temasi kvant biologiyasi haqida bo'ladi. Bu programmaga qimmatli mehmonimiz Yaponiyadan Qavulji Abdurimni taklif qildim. Qavulji Abdurim mush yilning beshida 2025 yilni Uyg'urlar uchun zamonaviy fan texnika yil qilaman mushaqqada millatimni oqartib yaparman deb bu programmani izchil davomlashtirib kelyapti. Mana 10-oyga qarab ketyapmiz. Rahmat Qavuljon, izchil tirishchanligingizdan bu program izchil davomlashib. Assalomu alaykum Qavuljon. Uyg'ur choyxona suhbat programmasiga naq maydondan qatnashib berganingiz uchun chin rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Sizga rahmat. Bugungi suhbat temamiz hamsa kvant biologiyasi. Xo'sh, siz davom qiling. Bugungi suhbat programmamiz kvant biologiyasi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Shuna bu 12-chi qitimliq programmamiz bo'ldi-ku deymi? Esimda qolishcha bek nima qilamiz. Onu yani bir 3 qitim qilsak bu kvantum haqida asosan degidek asos bilimlar tugaydi. Bugun jo'yatamiz kvantum biologiyasi. Yani bu kvant yani kvant aslida Uyg'urchasini biz kvantumninki inglizchasini kvant deb tarjima qildik. Buni kvantum deb Uyg'urcha eliverdiganlarmi, ashna eliverimiz deydiganlarmi bo'lishi mumkin. Kvant deb oldiganlar bo'lishi mumkin. Nima shu kvant deb oldigan vaqtda men to'liq tugagan vaqtimda buni bizning Uyg'ur muallimlar kvant deb tarjima qilib bergan buni. Biz shu bo'yicha elib ishlatyapman shu vaqtgacha. Agar siz inglizchani ishlatmoqchisangiz kvantum deb ishlatsangiz bo'laverdi. Xuddi AI deb hozir ishlatayotganda sun'iy aql deb degandan boshqa AI deydiganlar ko'proq bo'ladi bag'an sari. Shunga o'xshash bu. Har bir tilninki o'zininki nimasi bor. Kvant biologiyasi yoki kvantum biologiyasi deyatsangiz bo'laverdi. Qog'ini o'zingizninki tanlashiga bog'liq. Endi bularga kelgan vaqtda biz kvant degan nima? Degani biz shu suhbatimizning birinchi suhbatimiz deb bo'lgandik. Kvantum dunyosi, kvant degan nima? Kvant mexanikasi degan nima? Kvant texnikasi degan nima? Uchinchi o'rinda bilmasangiz bu kvant dunyosiga kirmaysiz degan gap. Mushlarni bilib bo'lgandan keyin bir-birini ayirib olgandan keyin bu ma'vo ekan degan ayirib olgandan keyin uni keyin kvantum physics degan vaqtda jo'ta shu mol atomdan tuyan zarrachalarning harakatini tadqiq qiladigan fizika Quantum physics deb atalsa buni. Bu klassik fizikga qaraganda klassik hozirgi dunyo klassik fizika va quantum physics deb ayrilib ketadi. Klassik fizikani asosan Darwinning fizikasi Newtonning physics deb qaraydi endi. Endi quantum physics vaqtda Newtonning qonunlari va ishlamay qoladi degan. Shuncha vaqtda bu yana ayrim bir dunyo bo'lib ayrilib ketgan. Endi quantum physics degan, o mechanics degan nima? Quantum physicsni jo'yaqda matematik ifodalasak quantum mechanics bo'lgan gap. Ya'ni moddaning va nurlarning jo'yaqda nurlar bizga kelayotgan nurlar bor, fotonlar. Ashlarning jo'yaqda mikro dunyodagi harakatini tunuydigan fan yoki harakatini ifodalaydigan fan deb o'g'itadigan fan yoki o'rganadigan fan deb qarasak bo'lgan gap. Quantum mechanicsni. Endi biologiyani bilasizlar, biologiya degan nima degan gap bo'lgan. Chunki ikkisini biriktiramiz endi o'shada. Har birisiga ayrim-ayrim aniqlab bergandan keyin endi biologiya deganimiz biz to'liqsizda va to'liqlab o'rgangan ta'birimiz bo'yicha vaqtda turmush, ya'ni jonliq organizm va ularning sistemalarini o'rganadigan fan deb qarasak bo'lgan yig'inchoqlar aytgan vaqtimizda. Endi bek tafsiliy ta'bir lozim desanglar izlaydigan bo'lsa, what is biology deb izlab baxsangiz biologiya degan nima deb izlab baxsangiz bo'ladi degan gap. Ana hozir AI'larning hammasi Uyg'urcha tushunadi. Xotirjam yozasang bo'laveradi degan gap. Amcha vaqtda kvant biologiyasi degan nima? Bu ikkisini ayirmay ta'bir berdik. Endi bu kvantum biologiya, ya'ni kvant biologiyasi degan nima degan. Kvant biologiyasi o'ta bu kvant bilan, ya'ni kvantum texnikasi bilan, kvant bilan biologiya ikkisining ustiga chiqqan yangi bir soha degan. Ya'ni ikkisining ustiga qurilgan yangi bir soha bu. Kon emasa bu yangi soha degan. Uncha taraqqi bitamadi degan. Bular bugun bizning so'zimizda nazariya asosan uchur xarakterlik bilimlar. Texi unda cho'qim bunda bo'ldi deb hech kim deyolmaydi. Mushuna bo'lish mumkin. Deyotgan asosan bular shu so'zlarimiz bularni. Endi bayatın deganimizda
kvant biologiyasi bir shu kvant bilan biologiyaning ikkisidan birikib o'tirg'a chiqqan yangi bir soha. Bu joyda jonliqlarning, ya'ni jonliqlarningki sistemlari joyda shu kvantum mexanikasi bormi yo'qmi, ishlamdiyapmi, kvant unumlar mavjudmi yo'qmi deganni tadqiq qilmoqchi degan gap asosan. Yani bularning maqsadi nima? Kvantum biologiyasining maqsadi nima deyapti shu. Jonliqlar sistemasida kvant unumlari. Kvant unumlari degan gap biz oldingi qatimliq leksiyalarimiz so'zlab bo'ldik. Kvantning asosligi 4-5 xil nimalar bor degan gap. Masalan, eng oddiysi superposition deymiz, entanglement deymiz, tonal effect deymiz degandek. Mushlar bor degan gap. Buni keyin Heisenberg aniqsizlik prinsipi degandek. Mushlarni biz so'zlab bo'ldik degan gap. Agar bu çayxana tüzəpdir var. Ya olmasa bizki şu Kelbil YouTube kanalının ismi Kelbil. Şu boyunca izlep kirsanlar bar degan. Bu yerda mu tapalaysiz degan. Әмче вакытта şu asasliq maqsadi, ya'ni şu jonliqlarning sistemalarida kvantum, ya'ni kvant unumlari, unumi bormi yo'qmi? Bayatdan qimen degan ashuna ishlar prinsiplar shunda ishlamdiyapmi demoqchi endi. Endi yana bir cho'ng ta'bir bersak, kvant biologiyasi degan nima degan bo'lganda. Kvant biologiyasi biologik jarayonlarda kvant mexanikasininki, ya'ni biologik jarayonlarni kvant mexanikasi bilan tushundiradigan fan yoki tushuntirish deb qarasak bo'ladi degan. Ya'ni biologik jarayonlarni, masalan biologiyada nurg'unda jarayon bo'ldi, fotosintez bo'ldi, hujayralarning nafaslanishi degandek, undan boshqa DNA va boshqa insonlarning badanida yoki jonliqlarning badanida yuz beradigan hammasiniki deyotganda biologiyalik degan gap endi. Ashlanchi yoqda biologik jarayonning kvant mexanikasidan tushuntirish. Odatda kvant mexanikasi yoqda masalan biz so'zlab o'tganimizdek amoq turib qoldi, mana ma'lumotlar. PPT nima? Kvant biologiyasiga hozir so'zlab bo'ldik. Asas temiz bugun mush bir qator temalar so'zlaymiz. Hozir men kvant biologiyasini so'zladimiz qo'y. Ana fotosintez va qushlarning yo'linishi, inizm reaksiyasi, kvant biologiyasi nimalarni o'rganamiz, axir buning kelgusi qanday degandek. Hamda vaqtda kvant biologiyasi, bayatni deganda kvant biologiyasi vaqtda fizika, kvant mexanik ideyasini paydoqlanib jonliqlarni yuz bergan kichik dunyoning voqealarini tushunadigan bir soha. Bayatni so'zlab bo'ldik qo'y bilan. Qisqacha men vaqtda o'zinglar ko'rvasan degan gap. Uning keyin vaqtda ana kvantum biologiya, ya'ni kvant biologiyasi. Bayatni deganimizdek, bular biz o'rganib bo'lgandik. Kvant dunyosiningki elektron, proton. Ya undan boshqa kvarklar bor degan gap. Ya'ni protonning ichida yana boshqa kvarklar bor degan gap, ozonlar bor degan gap, bozonlar bor degan gap. Ana mushlarning vaqtda harakatlarni tadqiq qilgan fan asosli kvantum texnikasi, kvantum fizikasi, ana bunaqa matematiklik tillar ifodalash vaqtda kvantum mexanikasi bo'lgan gap. Ana bulardan foydalanib bir narsa yasab chiqsak vaqtda kvantum texnikasi bo'ldi degan gap. Xuddi hozirgi kvantum kompyuterlar va kvantum chiplar degan joyda hammasi yoqda kvantum texnikasining mas'uliyati degan gap. Bular nimaga asoslanadi? Keyin qaytarmasak kvantum mexanikasi bo'ldi. Uningdan keyin qaytarsak boshlanishi kvantum fizikasi bo'ldi degan gap. Ama hozircha yoqda shu jonliqlarningki butun jarayonlar kvant qonunlariga bo'ysunishi chuqur bo'ysunamdi desa, unda bo'lish bo'ysunish mumkin deb qaratamiz. Chuqur deb qarayapmiz chiqin. Bu yangi soha bo'lg'achqa isbotlanmaydi, mayada kvantum fizikasininki superposition holati yuz berib turibdi, mayada entanglement yuz berib turibdi, mayada tonal effekt yuz berib turibdi degandek. Superpositionga alayda degan gap. Entanglement degan chirimishish yoki bo'lmasa jiroqdan ta'sirlash deb turibdi. Ondan tonal degan joyda to'saqdan atlab o'tish deb tarjima qilsa bo'ldi. Mushunda hodisalar yuz berdi deb biroz kesib aytamiz dedi. Ayda yuz berish mumkin da'vat degan gap. Chunki uning mumkinligi joyda sabablari bor degan gap. Endi mana qarasak joyda bizningki kvantum fizikasini, kvantum biologiyasi bu nimalarga ishlatadi degan vaqtda masalan biz odatda fotosintezni, balkim to'liqsiz o'qib baqqanlar bo'lsa fotosintezning nima ekanligini biladi degan gap. Hech bo'lmasa to'liqsiz boshlab so'zlaydi-ku bu fotosintezlarni. Uning keyin vaqtda qushlarning yo'linish tuyg'usi degandek. Ana qushlarning yo'linish tuyg'usi, qushlar xuddi GPS bekitib qo'ygandek. Endi inizmlarni biroz yuqori saviyada o'qigan bo'lsangiz, to'liq o'tirida o'qigan bo'lsangiz, balkim to'liqsizda
unutib qolgan bo'lsang, to'liq o'tirib qolgan bo'lsang, taqdim yaxshi so'zlaydi degan gap. Bularni. Uning keyin joyda boshqa yana boshqa narsalar hissiy o'lchashlar degan. Uning keyin DNAning mustahkamligi deydi. Bir narsa stability of DNA deb. Mushlar joyda hani quantum toning va quantum entanglement yoki superposition yoki bo'lmasa cohort degan bir nimasi bor, maslashchanlik deb. Maslashchanlik demaydi. Kvant maslashchanlik degan bir usul bor. Bu joyda mushunlar bilan munosabatli bo'lishi mumkin deb qaradi degan. Mushu 4 sohalarni, 5 sohalarni degan. Endi rastlarda munosabatlik yoqmi deganlar joyda bu yangi soha bo'lish uchun siz agar mush sohada qiziqsangiz joyda mush sohada doktorlik, magistrlik o'qishdan joyda isbotlasangiz balkim siz Nobel fizik, Nobel biologiya mukofotiga erishib qolishingiz mumkin degan. Bu mutlaq bo'lmaydigan gap emas. Bizda ma'as nima bo'pti? Shundan yoqmi Nobel mukofotlarini. Qaysi boshqalarni ko'tarilib aytib yurgan. Endi joyda mayat joyda qushlarningki yo'linish tuyg'usi. Masalan, joyda qushlarningki necha ming kilometr, necha yuz kilometr oraliq joyda hech qanday bir GPS bo'lmay turib mang'alaydi. Masalan, hozir joyda siz yangi bir shaharga borsangiz, telefoningiz qo'lingizda bo'lmasa, axsham bir kun qish topolmaysiz degan gap. Hatto 17 yoshga yeringizdan balkim ezib qolishingiz mumkin degan gap. Ammo qushlar joyda ozmaydi degan gapda. Endi bularni joyda bu qushlarningki mushunda uzoq yo'lni besib menish joyda balkim bular tek GPS ishlaydi, ammo ular qanday qilib mushunda ezib ketmay yo'lni ozg'ashtirib qo'ymay mang'alaydi degan gap. Bular joyda bularningki aynan menishdiki nima qilgan vaqtimizda hozir professor deyishicha bularning yer sharining magnit maydoni qushlarningki ko'zninki nimasi ko'zning ko'z qarchiqning yenda bir nima bor deydi. Ko'z hujayrasida bir ashni tunuyoladigan, ya'ni anqiralaydigan, bayqayalaydigan bir soha bor deydi, sezgi bor deydi. Ya'ni shu yer sharining magnit maydoni tunib, ashni orqali joyda yer sharining magnit maydoni orqali joyda yo'nalishni belgilab mang'alaydi deb qarayapti degan. Bu xuddi birlikda kvant senzorga o'xshash. Biz oldingi qitimliq suhbatimizda kvant senzorlarni so'zladik-ku. Mushum joyda bu bir xuddi shu biologik kvant senzorga o'xshash deb o'xshasak bo'ldi. Bu xuddi mana o'xshaydi. Men qushlarningki mana ko'zning atrofida joyda shu yer sharining magnit sistema magnit maydoni joyda bayqalaydigan yoki sezadigan bir senzor, ya'ni sezgich bor deb qaradi degan gap. Ma'vo xuddi ashniki yana biz nimani so'zlagan vaqtimizda, entangilni so'zlagan vaqtimizda up bo'lgan vaqtda down bo'ldi. Down bo'lgan vaqtda up bo'ldi. Ya'ni birisi qarish bo'lsa, birisi uning birisi o'ng bo'lsa, birisi ta'tir degan gap. Mushundaq ishlaydi bu quantum entanglement degan narsa. Endi mush qushlarning joyda ko'zdagi bir hujayradan sezgi bor. Bu sezgi joyda vaqtda ya'ni up down shaklda, ya'ni ustdan yuqori, o'ng ta'tir, so'l 180 gradus, 0 gradus. 0 degandek. 90 gradus yoki 90 gradusdan qarshi to'lg'i yana -90 gradus degandek. Al sharoitda ishlaydi deb qaraydi degan gap. Bularning joyda cho'qim mushunda deb birasi isbotlab boqmadi. Chunki uningki unda oson narsa emas-ku buni deyaligim bilan. joyda o'rinboshlash sistemasi chiqib qoldi. Buning joyda hozirgi davlatlarning ichida mush davlatlarda o'rinboshlash sistemasi bor. Amerikaning bor, Rusning bor, Yevropaning bor, Xitoyning bor degan gap. Bizning Amerikaning joyda GPS bilasizlar. Uning keyin Yevropaning joyda GLONASS degan. GLONASS. Uning keyin nimaning joyda Rossiyaningki. Yevropaning joyda Galileo. Uning keyin Xitoyning joyda Beidou degan. Endi Turkiya joyda yaqinda qo'shildi-ku texnik. Oldingi yili 11-oymi? 11-oy deymi esimda qolishcha. Mening xato bo'lmasam. 11-da Farg'onani qo'yapti. Bu joyda maxsus GPS sistemasi, xuddi Xitoyning Beidouga o'xshash, GPSga o'xshash degan gap. Bu davlatlarningki hozir dunyo davlatlarining mushtlari bor, o'zining mustaqil holda. Endi qolganlarning bormi bor, Rossiya, masalan, Yaponning bor, nimaning bor, Koreyaning bor va Hindistonning bor degandek. Ammo joyda ular ma'lum bir soha, ma'lum birning ustiga dastaklaydi degan. Masalan, GPSning ustiga dastaklaydi degan. O'ziga ishlaydi, ammo
Uningki uluchu degan vaqtda yana GPS degan gap. Ular mustaqil joyda vaqtda qilayotganlar mushlar degan. Balkim bundan ko'paygan bo'lishi mumkin. Meningki ko'rin sanliqni o'tsa, agar yangini bildiganlar bo'lsa, eslatib qo'ysang texi yaxshi. Onun joyda biz inizmlarni so'zlagan. Inizmlar joyda reaksiyasi bu inizm reaksiyalar joyda kvant tonel effekt yuz berdi deb qaradi. Nimishqa degan vaqtda masalan inizmlardagi reaksiyalar joyda nihoyat tez, hatto badanning katalizatori va u nurg'un reaksiyalarni mingascha tez holatda ilib bora oladi deb qaradi. Bu vaqtda shu proton va elektronlarni joyda bevosita o'taliganlik sababidan bo'ladi deb qaradi bu. Ya'ni tonel effektini so'zlagan vaqtimizda to'saq kelgan joyda to'xtab qolasiz. Ammo joyda mikro dunyo joyda buning orqasi o'talaydi degan. Xuddi tonel insonni kasaldi. Tonel joyda ma'nining kirsa ayindan chiqish kerak-ku. Amaliyot joyda unda narsa yo'q. Quantum fiziksda. Tonel yo'q, faqat to'saq, hech nima yo'q. Üst joyda atlı bir yo'q, yoki bo'lmasa joyda shu hamonlar o'tirib ko'riladi degan. Bu hodisa joyda vaqtda shu quantum tonel effektiga deb hodisa deb so'zlaymiz degan. Endi joyda shu inizm reaksiyasi joyda vaqtda shu tonel effekt yuz berdi deb qaradi. Undan keyin shu mingimizdagi ba'zi bir uchur yetkazishlar va boshqa ximiyalik, biologiyalik reaksiyalar joyda vaqtda yana shu tonel effektini yuz berdi deb qarayapti degan. Onun kendi fotosintez. Fotosintez joyda vaqtda bayatında fotosintez va kvant uyushish yoki kvant moslashish deydigan bir narsa. Uni quantum coherence debchi. Bu joyda vaqtda fotosintez quyosh nurini keldi-ku, quyosh nurini sumirdi, quyosh nurini joyda vaqtda o'ziga energiya sumirdi, asli qildi degan. Bu joyda vaqtda shu quyosh nuridan kelgan fotonlarni kvant superposition va bo'lmasa ko'p yo'lliq tarqalma yo'l orqali unumli to'play oladi deb qaradi degan. Endi bu usul joyda vaqtda hozirgi kun taqdi bor-ku. Ashni joyda taraqqiyotida va boshqa narsalarda texnimi unumlik qo'llanishimizni fan texnikamizni ilgari surdi deb qaraymiz. Fotonning energiyasi joyda 100% ga yaqin joyda unumlik holda hujayralarga yetkazildi degan. Hech qanday bir sarf bo'lib ketmaydi, isrof bo'lib ketmaydi degan. Masalan, bizning tok yetkazishlarni bilasizlar-ku. Tok yetkazishlar degan vaqtda nurg'un energiya sarf bo'lib ketadi degan gap. Ashunki biz az bir qismini ishlatyapmiz degan gap. Ya'ni ashuni bir joyda hammani biz to'liq mukammal ishlatadigan bo'lsak, 99% ishlatadigan bo'lsak joyda hozirgi energiya sarfiyotini ozlaydi, tejil degan gap. Endi nimishqa bu tadqiqot obyektivlab qoldi degan vaqtda bu energiya masalasi nimishqa masala qoldi. Masalan, balkim xabarlar ko'rib turayotgan bo'lishi mumkin. Hozir dunyoda eng chong hozir taraqqiyotga oldida ketib qolgan ikki narsa bor. Birisi vaqtda shu sun'iy aql. Bu quantum mashina o'rnashlamda yoki klassik mashina o'rnashlamda hamma o'z ichiga sun'iy aql. Uning ikkinchi vaqtda yana birisi energiya masalasi degan. Chunki bu ikkisi burun unda nima emasdi. Buni bilib bilmaydi. Hozircha vaqtda bu bir-birisiga tayindan bo'lib qolgan gap. Ya'ni quantum sun'iy aqlni taraqqiy qildirmaydi desangiz vaqtda cho'qim energiya bo'lishi kerak degan gap sizda. Bulabmi quantum kompyuter, ya'ni quantum texnikasini taraqqiy qildirmaydi desangiz vaqtda energiya hozirgi klassik kompyuterlarda, klassik mashina o'rnashlarda ishlatgan energiyadan joyda nechasi qat yetib boradi degan gap. Bu shuning uchun joyda Sam Altman bor-ku, nimaniki, OpenAI'niki. Ashuniki energiya bir asliya qurish nimasi plani ko'rib baxsangiz qaysini e'lon qildi degan. Nihoyat cho'ng energiya nimasi qurmoqchi ekan. Uning ikkinchi Xitoynikini bizlar, bizniki oldin qatimmiz dedim men. Xitoyniki vaqtda asosliqi dengiz bo'yi rayonlarni, ya'ni sharqdan g'arbga o'tkaymiz deb o'sha oldin qatimliq Shanxay hamkorlik yig'ini va uning oldidagi yig'inlarda bo'shni o'ttirib qo'ydi. Ya'ni energiya manbasini sharqdan g'arbga o'tkaymiz dedi. G'arbga o'tkaydi, nega o'tkaydi shu? Bizning vatanga o'tkaydi degan. Boshqa bormi? Chunki u yerda tabiiy energiya bilan pokiz energiya bor degan. Hem shamol energiyasi bor, hem quyosh energiyasi bor degan. Bularni quyosh energiyasi degan. Anda bunda bo'lgan keyin joyda baribir o'tkazadi. Sen burun birisi qurilgan bo'lsa, bundan keyingi 3
sun'iy aql markazini qurishni planlagan. Yana bu data markazimi, sonliq ma'lumot markazimi. Yana o'zgarib ketdi uning ekrani. Buzib qo'ydingizmi? Unda qo'lga muqaddas so'zlarim. Onun ikinci bayat deganimizdek inizmlar ve başta kuantum and bu kuantum biyologiyasi bizga nimalarni o'rgatadi degan gap. Bag'amda nimalarni o'rgatadi bizga. Endi fotosintezning cho'loqda unumli energiya almashtirishi, masalan qushlarningki biologik magnet senzorining modeli, andan cho'loqda doktorlikda enzim va dorilarning yangi tuzilmasi, eng muhim cho'loqda kvant fanlarining turmush jarayonida qo'llanishi, mush jarayonlar cho'loqda o'zaro mush kuantum fotosintezning alayligidan cho'loqda bizni texadam unumli bo'lgan energiya almashtirishni ishga oshira olamiz degan. Ana qushlarningki biologik magnet senzor. Agar mushu haqiqatan shunday bo'lib qolsa, bundan foydalanib biz biologik magnet senzor modelini qurib chiqaramiz degan. Onun inizmlardagi ta'sir cho'rayapti. Buniki agar bilasiz, doktorlik, ya'ni masalan dorilarningki yangi dorilarni yasab chiqishga, yangi dorilarningki taraqqiy qildirishimiz cho'rayapti, nihoyat foydali degan gap. Endi buning kelgusi qanday bo'ldi degan gap. Bu endi. Endi bu yerdagi bir so'zlagandek, kvant biologiyasi bizga nimalarni o'rgatadi. Menimcha vaqtda o'zinglar ko'rasan bo'ldi. Qolgani cho'rayapti shu amaliyotda cho'rayapti bu yerdagi hozirgi so'zgan hamma jarayonlar cho'rayapti asosan ehtimol bor jarayonlar. Bu chuqur shunda bo'ldi deyotgan bir narsa emas bu. Texi hamda ayında faraz qilinadi bor deyotganlar professorlar bor. Qani ko'rsatdi qarab turayotganlar bor degan gap. Shuning uchun joyda bir narsa, ya'ni ilm bilim bo'lish uchun joyda tekrar ishlanilishi va ashundan o'xshash bir unum yoki bo'lmasa muayyan bir darajadagi o'xshashlikdagi unum natija chiqara olgan vaqtingizda u bilim bo'ladi degan gap. Bu musoyaqda tekrar ishlanmagan narsalarda bilim bo'lmaydi degan gap. Yoki uchur bo'ldi, masalan, tarixni biz bilim demaymiz degan gap. Buni uchur deymiz. Shuni o'xshash degan gap. Endi bulamcha yoqda texnichalik bizningki farazlarimiz asosi ketib bor degan gap. Endi yoqda kvantum kompyuterlari bilan fotosintez modellarini tekshirish degan. Tabiatningki yoqda tabiatni yangi o'rganib yoqda yangi senzorlarni yasash imkoniyatim bormi yo'qmi deganlarni ko'ra olamiz degan gap. Onun da başka yoqda masalan dora va kumsi yoqda yumshoq detallar va robotlarni yoqda qo'llanishcha robotlarni yoqda etishimiz yoqda texnik foydasi bor degan gap. Shuning uchun kvant biologiyasi, ya'ni bunday aytgan vaqtda kelgusining texnikasi deb aytsaqmi ortiq ketmaydi. Endi yoqda har bir jonliq jarayonning ichida ko'z ko'rinmaydigan ammo kuchli kvant dunyosi bor deb qarayapti-da hozirgacha. Bu yoqda shu kvant dunyosining bizga ilhom kvant biologiyasininki bizga ilhom beradigan nima degan vaqtda har bir jonliq jarayonning ichida ko'z ko'rinmaydigan kuchli kvant dunyosi mavjud deb qarayapti degan. Amaliyotda yoqda bu shu hammasi deb aytganimizdek hozir so'zligimiz yoqda bu birlam saviya emas. Kvant fizikasi, 12-chi yoqda biologiya, 12-chi yoqda ximiya. Mushu uchi berk degan gap. Bular kvant biologiyasi esa cho'qim biologiya, ximiya o'z ichiga olmaydi degan gap emas. Chunki biologiyadagi reaksiyalar yoqda ximiyadagi reaksiyalar yuz beradi degan gap. Bu yoqda ximiyani o'z ichiga oladi degan gap. Shuning yoqda kvantum biologiyasi esa bu yoqda kvant dunyosi yoki kvant fizikasi, biologiya va ximiya. Mush uchining birikmasi desak, texdimmi to'g'ri javob bergan bo'lamiz degan. Hamcha yoqda DNA'ninki uzuqliq almashtirishi degan narsa. Bu jarayon yoqda kvant tonellash hodisasi, ya'ni bayat nedaqo stability of DNA deb. Ya'ni DNA'ninki mustahkamligi. Mushning yoqda mush DNA'ninki mush alaylik yoqda bu tonel aşağıdaki tonel effekt yuz berdi deb qarayapti degan. Undan boshqa yoqda biz bayatdan deb o'tgan enzimlar, biologik sistemlar, uning yoqda bizningki odamningki nimasi?
kalla mingisi kim çoğaltı kuant jarayonlar aql va hissi haqida uchurlarni ta'minlayapti degan. Masalan, buniki bu isbotli bo'lgan narsa bu. Ya'ni inson mingisida kuant jarayonlar yuz beradi deyapmi degan. Amet yuz berdi deb isbotlanib bo'lgan narsa bu. Şuna hozircha vaqtda masalan oldingi agar xabarlarni ko'rib qo'ygan bo'lsanglar bizningki dushmanlarimizning xabarlarini o'sha 8 yangi 25 e'lon qilgan bir maqolasi dunyoni izlab saqan. Balkim uni ko'rgan bo'lishi mumkin. Ning to'g'risida azroq ash to'g'risida azroq to'xtab o'tsangiz bilib qolaylik. Men hozir ochay. O'shadagi mana bu Xitoyninki Zhejiang ma'liqi, Zhejiang degan universitetniki bir nemisini e'lon qildi bu joyda dunyoda tunji 2 milliard neyron bor mingi kompyuteri. Ya'ni mingi ilhamli kompyuter endi qanday? Ashni yasab chiqdi degan gap. Bu demoda yoqda chip degan gap amaliyotda. Ana resmini bermabman agar bugun so'z atayt bir maxsus bir temacha bu so'zlaydigan. Shuncha yoqda bu agar buni ko'rsangiz yoqda 8-26 e'lon qildi. Bu hozirgacha dunyodagi eng ilg'or neyron minga deymiz endi. Ya'ni bu chip Darwin 3 degan gap. ZGU qisqartirilmasi. Darwin 3. Bu joyda buning ismi nima degan vaqtda Wukong deymiz. Sun Wukong'dagi Wukong bor-ku. Maymun. Monkey deydi. Monkey Darwin debchi. Ash ismini kelgan Darwinning maymuni debchi. Ya'ni buning ismini Wukong deb olgan. Wukong deb oladi buni. Xitoylar Wukong deb nim qilgan. Ya'ni Sun Wukong bor-ku nimadakan. G'arib saytga ashni o'xshatgan. Buning joyda hozir dunyodagi eng ilg'or neyron bor chip dendi qanday. Ya'ni Darwin 3 chipi deb izlasanglar chiqadi degan. Beg'o'miz joyda buning ismini joyda o'zi inglizcha Darwin 3 deb bassanglar hozir ham xabarlar bor-ku, dunyo xabarlari biz ko'rmagan bilan. Başqa bundan buruncha yoqda Darwin 2 botdi. Darwin boshqalarim botdi. Darwin Wofer degan birisi botdi degandek. Ana bularcha yoqda bu aniqcha yana birisi bor. Yana boshqa narsalar bor, texnikalar bor degan. Shu agar ular taraqqiyot qanday ketib bordi, bizda qanchalik ketib bordi, biz nimaning qo'yda degandekchi. Biz Xitoyninki davlat bayramini yig'in ichib festival bo'lishlarni tabriklayotgan bilan ular texnikalarni tabriklaydi degan gap. Ya'ni bizning farqimiz mushida. Endi shuncha vaqtda nima ish qilishimiz kerak? O'zimizni kuchlantirishimiz kerak. Fan texnika, iqtisod va boshqa jihatlardan, siyosiy jihatlardan degan gap. O uch jihatdan kuchlanmay turib, mustaqillikdan so'z ocholmaysiz degan gap. Qag'ini mushunchalik bo'lsin. Bugun asosliqi so'zlaydigan temamiz nima bo'ldi degan vaqtda mushu kvantum biologiyasi degan nima ekan? Buningki qanday sohalarda qo'llanilgan, buning istiqboli nima ekan? Qandayroq ekan? O'ninchi vaqtda amaliyotda buniki vaqtda kvantum biologiyasi degan gap kvantum kompyuter degan gap emas. Bu biologik kompyuter emas bu. Shuni uni aniq tushunchamiz bo'lishi kerak degan gap. Başqa suallarınız bolsa, so'rasanglar bo'ldi, bo'lmasa programmamiz mushada bo'ldi. Rahmat Qavuljon. Rahmat bugungi programma yana yangi bir sana bo'ldi hamda kvantum biologiyasi. Endi mush kvantum biologiyasining hozirgi shu texnik sohasida qo'llanish qanday emasdan, qaysi sohalarda qo'llanadi, shu vaqtida shu bo'lsa azroq bir amaliy misollarni tushunadigan bo'lsangiz. Bu bayat nima deb o'tganimizdek buni qanday holat, nelarda ishlatamiz degan gap bo'ldi. Endi nelarda ya'ni kvantum biologiyasini qanday ishlatamiz, kelgusi qanday degandek. Endi bularning cho'qda hozircha
resmiy bu munda bo'ludi deb bir narsa faraz qilyapti, qiyos qilyapti, ammo isbotlab birisi o'tirib qo'ymaydi. Agar buni isbotlab o'tirib qo'ya olsa degan vaqtda u Nobel mukofotiga erishadi degan gap bu. Endi agar masalan baydan dedik fotosintez dedik, uning qushlarninki magnit maydonni sezadigan sezgich bor dedik. Uning vaqtda inizmlarninki reaksiyasi dedik, uning DNAninki muqim turishini saqlaydi degandek dedik. Mushlarni dedik. Mushlarni agar mushlar haqiqiy shunda bo'lsa, amaliyot ashuna bo'lib qolsa, vaqtda bularninki qanday foydasi bor bizga? Buni kelgusi qanday ishlatish bor degan. Masalan, eng oddiysi bizningki kun taxtasini bilsizlar, ishlatayotgan. Ashuna vaqtda energiyasini texadimmi yuqori quyosh energiyasi vaqtda texadimmi unumlik hammani sumirib ishlatadigan bo'ldi degan. Xuddi yopirmoqlarning fotosintezini qilgan nurlarning hammasini sumirib 99%, ya'ni 100% holatda yetkazadi degan gap. Ya'ni hech narsa sarf bo'lmaydi degan gapda. Agar ashning prinsipini biladisak shu vaqtda biz uni amaliyot ishlatadigan vaqtda energiyani hech qanday bir yangi chechib etmay to'liq simiradi. Hech bo'lmasa 98% simiramiz degan gap. Ya'ni ishlatamiz degan gapda, unumli ishlatamiz degan gap. Bu bir. Ikkinchisi vaqtda boyatdan qushlarninki magnit maydonni sizish orqali vaqtda sezgich bor dedik. Endi mushu haqiqatan shunda bo'lsa, bularning ishlash prinsipini bilarsak vaqtda biz o'zimiz ashlarninki foydalanib turib bir model qura olamiz degan gap. Bu modellar nima qilamiz degan gap. Bu vaqtda bizga yangi texnikalarni kashf qilish, yangi senzorlarni ishlab chiqarishimiz vaqtda eng bo'lmaganda GPSlarni ishlab chiqarishimizga nihoyat chuqur unum yaratib turadigan gap. Bu vaqtda biz vaqtda siz nimaga bog'lanmaysiz? To'g'ri bog'lanmaydi, ishlatyapsiz bo'laveradi degan gap. Hozir GPSlarning to'g'ri bog'lanmasa ishlamdi. Ammo vaqtda agar ashunda bo'lib qolsa vaqtda unumga eshib qolsa, ishlash prinsipi model jo'da. Buni o'zingizning magnit maydon sizasiz vaqtda uni GPSlarga nimamiz qolmaydi degan gap. Ammo vaqtda boshqa enzimlar va DNAning vaqtda bularninki agar ishlash prinsipi haqiqatan shunda tonal effektga yoki bo'lmasa coherence effekti ta'sir bo'lishi vaqtda quantum coherence bo'lishi vaqtda bularning vaqtda yangi dorilarni kashf qilishimizga, yangi dorilarni echishimizga uning vaqtda yumshoq detallar va yo'q kasallikni bayqash yumshoq detallari va yo'q bo'lmasa vaqtda robotlarni qo'llanish imkoniyatimiz bormi degan bor degan. Ya'ni hozir agar mushlar mumkin bo'lsa vaqtda hozir taraqqiyotni ya'ni eng oz o'g'anda 50-60% oldiga suradi degan gap. Texadimni tizlaydi degan gap. Rahmat Qavuljon bugungi so'zlagan temalar asosiyatdan chekka o'xshaydi. Savolmi tushmadi. Biz kelar qatimliq programmani davomlashtiraylik. Ish gapda degan nasiblik suhbatimizni oxirlashtiramiz. Yana boshqa deydigan gaplarimiz bor. Boshqa so'zlaydigan narsalar yo'q. Agar mushtada texadim yaxshi o'rganmoqchi, o'qimoqchi bo'libmi, oliy maktabni bitirib magistrlik va doktorlik o'qimoqchi bo'lganlar yoki bo'lmasa to'liqni bitirib oliy maktabda o'qimoqchi bo'lganlar bularga fursat nihoyatda yaxshi keladi degan gap. Agar tutalsangiz degan gap. Tutamay degan vaqtda hozirgi tor dunyosidagi youtuberlar yoki TikTokda o'ynab yurib pul topmay desangiz olmaysiz degan gap. U vaqt tugaydi degan gap. Xuddi Onur Salib bozorninkini tor bozori egalladi, tor bozorini degan vaqtda hozirgi tor cho'lg'anlari egallab ketdi-ku. Yo'qotadi degan gap. Bu xuddi shunga o'xshash yo'qaydi degan gap bir mazgil o'tgan. Ammo mavjud degan vaqtda bu texnika bu. Egilib olsangiz siz bilan teng yashaydi degan gap. Siz yashaydi, siz nima yashaydi degan gap. Shuni o'qimoqchi bo'lganlar mustada o'qisanglar, uninkin texnik tafsili bilim kerak bo'lsa, ana shu kalbil YouTube kanaliga kirsanglar bo'ldi. Agar biz dars boshladik, quantum mashina o'yish darsi. Ashdan tizimlab o'qisanglar bo'ldi. Bo'ldi hamsa bugun musharchilik bo'lsin. Rahmat Qavuljon, vaqtingizni chiqarib har ish gapda bu zamonaviy fan texnika Uyg'urlar haqida millat aqotishi berayotgan xizmatingizdan xushal. Nurg'un ko'rarmanlar yaxshi fikrlarni beryotdi, yaxshi bo'layotdi deb doim biz izchil davomlashtiramiz. Suhbat musharchi bo'lsa hamsa kelarki sonda qancha gapga kirishamiz. Allohumma. Bo'ldi hamsa